Endi ikkinchi tur qandli diabet haqida sizlarga tushuntirib beraman. Mana hozir aytdik, birinchi tur insulin qandli diabetda organizmda insulin yoki yetishmaydi, umuman kam ishlab chiqariladi yoki umuman ishlab chiqarilmasligi, to'xtab qolishi hisoblanadi. Bu birinchi tur qandli diabet kasalligidir. Endi ikkinchi tur qandli diabetda nima holat bo'ladi? Ikkinchi tur qandli diabetda o'z nomi bilan aytilyaptiki, insulinga qaram bo'lmagan qandli diabet. Bunda insonlar organizmida insulin gormoni bo'ladi, ishlab chiqariladi. Normada bo'lishi mumkin, normadan biroz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin organizmda insulin gormoni ishlab chiqariladi, insulin gormoni bo'ladi. Faqat bu kasallikka kimlar chalinadi? Nima uchun bu kasallik paydo bo'ladi? Bunda asosan semiz insonlarda, semizlikda noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni palapartish ovqatlanish, ko'p ovqat yeyish, ko'p iste'mol qilish ovqatlarni, shirinliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish, kola, fanta kabi shirinliklari ko'p bo'lgan napitkalarni, ya'ni ichimliklarni ko'p iste'mol qilish va stress holati, ya'ni asabiylashish, ko'p muddat davomida siqilib yurish, asabiylashish, stress holati mana shu kasallikka asosan sabab bo'ladi va qandli diabetning ikkinchi turi mana shu bemorlar bilan hamroh bo'lib yuradi. Bunda ta'sir mexanizmi qanday? Organizmda insulin gormoni bor, lekin uni ta'siri kamayadi. Ya'ni organizmdagi hujayralarning, to'qimalarning insulin gormoniga bo'lgan sezuvchanligi pasayib ketadi. Ya'ni organizmda insulin gormoni bor, lekin u ta'sir qilmayapti, ta'sir kuchi yetmayapti. Shuning evaziga organizmda biz iste'mol qilgan oziq-ovqatlar bilan kirgan glyukoza miqdori parchalanib me'yoriga kelib turishi buziladi va qonda glyukozaning, qand, ya'ni shakar moddasining miqdori doimiy ravishda yuqori, normadan yuqori holatda yuradi. Endi mana shu qonda glyukoza, ya'ni shakar, qand moddasining normadan yuqori bo'lib yurishi, doimiy ravishda yuqori, ko'p muddat, ko'p oylar, ko'p yillar davomida yuqori bo'lib yurganda organizmda nima o'zgarishlar bo'ladi? Mana shular haqida hozir sizlarga tushuntirib boraman.